Hammasi bu darajada yomon bo'ladi deb o'ylamagandim. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Jinisbek va mana 2 hafta bo'ldiki bizni mer yo'qoldi. Uni xotinini esa o'ldirishdi va bularning hammasiga Crazy Rich aybdor. Afsuski men uni to'xtata olmadim. Hattoki merni ham topa olmadim va qilishim mumkin bo'lgan oxirgi ish qoldi. Bu esa Almox kampirning yoniga borish. U menga yordam berishi mumkin. U haqida men bu yerdagi bir ishonchli jitildan eshitdim. Kim eslasa, bir oq kiyimli jitil bor edi. Aniqrog'i oq kiyimli emas, oddiy kiyimning ustidan oq fartuki bor. Ana o'sha jitil menga uni manzilini berdi va o'sha yerga borib kelishim kerak. Aytishlaricha, u Almox kampir hammaga yordam bera olar ekan istalgan muammo bilan va umid qilamanki, menga ham ularni qayerda ekanini topib beradi. Agarda topib bermasa, bo'lmadim nima deyishni ham xo'sh. Mana shu tarafda bo'lishi kerak. Tak, stop do'stlar. Suvni u tarafda ekan-ku. Sekin-sekin ko'rmay qolibman uyga qarab. Tak, tormiz, orqaga davay. Yo'q, mashina cho'kib ketmasin, ishqilib. Mashina cho'kib ketmasin. Sekin bo'ldi. Tak, yaxshi. Bu yerni yopamiz va Jinurson shuncha uzoqda ekan-ku. Endi qanday boraman? Tak, aylanib o'tsam kechgacha qolib ketaman. Xo'sh, kelinglar hozir shunchaki boramizda. Mana bu yerdan nagli kovlab hamma yoqni o'tib olamiz. Chunki bizga Jinurgor qayiq kerak bo'ladi. Kelinglar hozir daraxtlarni ozgina terib olamiz zapas bilan bo'lish uchun, suvda qolib ketmaslik uchun bo'ldi. Xo'sh, endi esa bizga versta kerak va bo'ldi. Endi u tarafiga o'tishimiz mumkin. Bizda qayiq bor. Umid qilamanki, rosta kamiga anavi Almox kampir yordam bera oladi. Tak, doim ish qilib mashinniklardan bo'lmasa bo'lgan anavi chala folbinlardan va aytib beradimi qayerda ekanini. Tak, hozir ketdik. Mana bu yerdan o'tamiz va hozir borishimiz kerak. Yoniga taksi ekan. Shinursin nilfar gullarga to'lib ketdi. Inventar taksiga o'tib olamiz. Baribir ham ho'l bo'ldim. Tak, mana shu uni uyi. Ajoyib. Hammasi jitil aytib bergandek. Tak. Hozir kiramiz. Hoy, kimdir bormi? Bor. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nima yordam kerak? Nabiraginam. Men xullas, men shaharlik detektivman. Gap shundaki, bizni xullas 10-qishloqni merini o'g'irlab ketdi Crazy Jitil. Men uni qayerdaligini bilishim kerak. Xuddi shunday aks holda yomon bo'ladi. Uni xotinini o'ldirib ketishdi. O'zini esa, ya'ni merini topa olmayapman. Men senga yordam berishim mumkin. U qayerdaligini topib olasan agar menga yordam bersang. Men sizga yordam berishga tayyorman. U qayerdaligini bilsam bo'lgani. Men topishim kerak. Merni aks holda qishlog'imiz yomon ahvolga tushishi mumkin. Tushunaman. Hech qisi yo'q. Men senga albatta yordam beraman, lekin sen menga yordam bera olarmikinsan? Shunda gap. Nima qilishim kerak? Ayting, men hammasini qilaman. Birovni o'ldirish kerakmi yoki pul kerakmi sizga? Bilmadim, nima kerak sizga? Ayting menga. Gap shundaki, menga uy kerak. Uy? Qishloqdanmi? Yo'q, o'rmonchidan, suv ustida yashashni yoqtirmayman. Yo'g'e? Chunki men qarib qoldim. Men o'ylaganimki 20 yoshsiz deb. Bo'pti. Xo'sh, sizga demak uy kerak. Qayerdan uy? Qishloqdan. Hozirgina qishloqdan emas deganingiz, qanaqa sizga endi qishloqdan deyapsiz? Hazillashdim. Mayli, qayerdan? Sohildan uy kerak. Sohildan bo'ldi. Ana shu yerdan salgina to'g'riga yursang, xo'sh, nima bo'ladi? Ana shu yerda joy bor, tepalik daraxtlarning o'rtasida maydon bor. Ana shu yerda xohlayman. Shu yerda balki qishloqqa ko'chib o'tarsiz. U yerda kerak bo'lardi sizning qo'lingizdan keladigan ishlar. Yo'q. Mayli. Tak. Shu yerdan, shu yerdan sigirlar yuribdi. Endi bu yerga hali sen o'yinchilarni ham, ana u ahmoq jitillarni ham qadami yetmagan. Yo'q, shuning uchun ham hammasini olib ketishmagan. Yomon. Nima deding? Hech nima. Shunchaki shuncha go'sht bekorga yotmasin deyman-da. Qo'y, axir bu hammasi yaxshilar bo'lsa nima qilasan ularni o'ldirib? Tak, men o'ldirmoqchi emasman. Yo'q, shunchaki uchunda endi ovqat, odamlar ham ovqat yeyishni yoqtirishadi sizga aytsam. Bilmagandek men xuddi. Mayli. Tak, mana bu yerdan ozgina daraxt chopib olaylik. O'zim xohlagandek quraveraymi? Menga yoqadigan bo'lsa bo'ldi-da. Sizga yoqadigan bo'lsa bo'ldi-da. Mayli, hozir biror nima o'ylab topamiz. Xavotir olmang, onaxon. Tak, bu yerda bizda yana nimalar bor ekan? Oq daraxtlar hamma yoqda. Mayli, shulardan qursam quribman-da. Xo'sh, mana shu yerdan faqatgina ehtiyot bo'l, bu qarg'ish tekkan o'rmon adashib qolishing mumkin. Yo'q, qoyil, mayli, ehtiyot bo'laman. Do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Adashib qolish mumkin bu yerda. Menimcha bunaqangi kontent uchun like bosish kerak. Bo'ldi, kelinglar mana bu yerga o'tamiz va mana bularning hammasini ekishni boshlaymiz. Tak, mana Jinurson. Buni olib tashlaganimiz ma'qul. Uzunroq qil uyni. Nima? Uzunroq qil. Kengligi 3 blok bo'lsin. O'z nasiga esa
5-6 ta yetadi. 5-6 ta, ha. Demak, mana shunday qilsam bo'ladi. Ha. Okey, mana bu yerdan meni ko'tarishni boshlashimiz kerak. O'zi sizni yana qanaqangi qobiliyatlaringiz bor? Tak, hozir uzoqqa ketib qoldim, javob bera olmasa kerak. Mayli, hozir qaytganda so'raymiz. Xo'sh, mana bu yerdan olishimiz kerak. Stop. Menga bolta kerak. Hamma yoqda sigirlar yuribdi. Qoyil. Ko'rmaganim buncha ko'p sigirni bir joyda. Fermalarni hisobga olmasa albatta. Hozir boramiz. Hoy, yalmoz kampir deyishga ham uyalaman. Istaganingcha aytaver. O'rganib qolganman. Meni har xilchasiga haqorat qilishgan. Yo'q, men sizni haqorat qilmoqchi emasman. Mayli, unda shunchaki onaxon deb chaqiraman. Ha, nima? Men tarafda bo'lsin chiqish. Ha, eshik. O tarafga qaragan. Mana bu yerni ochaydi. Ha. Hop, ocha. Aytgancha sizni qanaqa qobiliyatlaringiz bor yana? Men kelajakni ko'ra olaman. Yo'q, ha. O'tmishni ham. Yo'q, ha. Yo'qolganlarni topa olaman, davolay olaman. Kimdir qarg'igan bo'lsa, o'sha qarg'ishlarni yo'qota olaman. Qoyil. Do'stlar, shuncha narsani bilar ekan. Albatta rost bo'lsa, umid qilamanki, topib bera oladi. Agarda topib bermasa, bilmadim, shaharga qaytishimga to'g'ri kelsa kerak. Men esa bunday qilishni istamayapman, chunki men bu qishloqqa juda ham o'rganib qoldim. Shu yerda qolgan bo'lardim. Faqatgina merni topish kerak. Tak, mana bularni ham ekanmiz. Sizga aytsam, bizni merning xotini bor edi. Shuni tirikmi, o'likmi ayta olasizmi? Uni rasmini ko'rishim kerak-da. Rasmini ko'rishingiz kerakmi? Ha, afsuski menda hozir rasmi yo'q. Yomon. Shoshmang, agarda uni nima? Hech nima. Tak, mana bu yerlarni ham kovlab olamiz va mana bu yerlarni ham ochishimiz kerak. Chunki bu yerda hozir pol bo'ladi. Mana bularni ham olib tashlaymiz yerni va bo'ldi. Polni ham oddiy daraxtdan qilaveraymi? Ha. Okey, hozir topib kelaman. Chekkaroq joydan olmoqchiman daraxtlarni, chunki menga bu yerda hammasi xunuk bo'lib qolishi kerak emas. Yalmoz kampirning uyining yonida shunga kelinglar, mana bu yerdan uzoqroq joylardan olamiz. Shunda hammasi yaxshi, chiroylikgina bo'lib turaveradi. Tak, qanaqalarchi? Mana. Rostdan ham adashib qolish mumkinga o'xshayapti. Umuman boshqa tarafga yurib ketib qolibman. Tak, rostdan ham buni qaranglar. Uyni boshqa tarafdan chiqib keldim. Mayli, tak, mana buni ekamiz va bo'ldi. Aniqroq ekmaymiz, qo'yishimiz kerak. Mana bularni hammasini qo'yib chiqamiz. Yaxshi. Ajoyib. Agarda siz menga kerak bo'lsa, ana o'sha jitelga, ya'ni qarish tekkiza olasizmi? Qarg'ish? Ha, o'ylab ko'rish kerak. Mayli. Kim o'zi jitel? O'sha merni va uni xotinini o'g'irlab ketgan. Uni yana aqldan ozgan deyishadi, crazy deyishadi, psix jitel deyishadi. Ha, eshitgandim yangiliklardan. Yo'q, ha. Qoyil. Xullas, shuni qarg'ab bera olasizmi? Lekin u nima qildi? Axir aytayapman sizga, u crazy, u aqldan ozgan manyak, psixopat, u bizni merni va uni xotinini o'g'irlab ketgan. Ha, mayli, uni rasmini ko'rganman televizordan. Shuning uchun ham qarg'ab berishim mumkin. Qayerdaligini ham ayta olaman. Yo'q, ha. Qoyil, mayli, tak, hozir mana bu ishlarni tugatay, gaplashamiz. Uyning tomini nima bilan yopay? Yog'och bilanmi yoki tosh bilanmi? Uyning tomi turaversin. Ha, nima uchun? Menga yulduzlar tagida yotish yoqadi. Suv tagida, anaroq suvning ustida bo'lgan vaqt uyim yota olmas edim, chunki nam havo hamma yog'imni og'ritardi. Bu yerda esa unday bo'lmaydi. Yana yoz keldi. Tushunarli. Xo'sh, mana bularni ham olishimiz kerak. Tak. Mana bu ham zo'r narsasi bor ekan, rostdan sehrli. Tak. Mana bu musiqa o'ynaydigan va hech nimani o'g'irlab ketmadan yana. Yo'q, nimalar deyapsiz? Men nima qilaman? Qarg'onaxona narsalarni tak bo'ldi. Mana oldim, endi hozir borib uyingizga qo'yib beraman yangisiga. Yaxshi. Bu yerni esa omborxona sifatida ishlataman. Tak, menga hozir yana tushunmadim. Qani? Hoy, boshqa tarafga ketib qolding-a? Yo'q, menimcha rostdan boshqa tarafga ketib qolding. O'rmonni men-ku bilaman, sen esa adashib qolishing mumkin. Siz o'zingiz qanisiz? Topib olasan vaqt kelganda. Nima? Tak, hoy, onaxon tushunursin. Onaxon, orqangizdaman. Unday hazillashmangda boshqa. Ha, hech qisi yo'q, xavotir olmanglar. Stop. Qanaqasiga? Bilaman, videoga olayotganingni. Yo'q, ha, tushunursin. Tak, mayli, unda mana bularni ekaman va demak, obunachilarni ham bilasizmi? Albatta, hammasini bilaman. Men odamni kitobdagi o'qiyman. Qoyil. Lekin balki menga yordam berasiz. Nimada? Detektivlik qilishda, har xil ishlarni ochishda. Men ko'rib turibman, seni o'zingni ham iching qorab olasan. Yo'q, ha. Ko'pchilikni o'ldirgansan bekorga, lekin men faqatgina jinoyatchilarni o'ldirganman. Baribir ham ularni sudlash kerak. Sen esa, bilaman, lekin nima ham qilardim? Boshqa ilojimiz yo'q. O'g'rilar va qotillar jazolanishi kerak. Ha, o'zing bilasan. Tak, mana bularni hammasini solib qo'yaman, balki sizga kerak bo'lar. Yaxshi bo'ladi. Tak, va fakil ham qo'yib berdim. Endi menga aytarsiz qayerda ekanini. Xo'sh, men senga aytmayman, lekin iz beraman. Men o'ylaganimki, qayerdaligini aytasiz deb shular. Nima? Qishloqqa olib bor buni. Nima bu?
Zahar? Ha, Crazy Jill o'z yoningga keladi. O'zi? Ha, aqlayotganimki kelajakni ko'ra olaman deb sen uni bugun topasan. Bugun topaman. Ha, hozirni o'zida. Hozirni o'zida? Ha, shunchaki qishloqqa borib bo'ldi o'g'lim. Rost aytyapsizmi? Albatta. Rahmat, men ketdim. Mayli, sog' bo'l. Rahmat. Tishim ursin. Bugun topaman Crazy Jill-ni. Uyimni. Hoy, shoshma. Tishim ursin. Qanaqasiga bo'lishi mumkin emas. Voy, Nima? Uzr, xayolga berib eshitmapman. merni ham topasan. Stop, nima demoqchisiz? Merni ham bugun topasan, Crazyni ham. Qoyil, mayli, aytganingiz kelsin. Tak, bo'ldi, boramizda. Shunchaki bu yerdan suzib ketishimiz kerak. Tushunursin, juda ham ko'p. Tak, tushunmadim. Do'stlar, ana uni ko'rdinglarmi? Nima edi u? Tak, sekin qanaqadir eshikni ko'rdimmi? Bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, tog'da qanaqadir narsa eshik turgan, oq eshik temirli. Toshning ichida umuman ko'rinmasdi, lekin qanaqadir qilib ko'zim tushib qoldi. Tak, hozir mana bu yerdan aylanib o'tishimiz kerak. Mana bu yerga chiqamiz va yaxshi. Tak. Tushunmadim. Xo'sh, qani? Mana, do'stlar. Tak. Hoy, kimdir bormi? Nima? Stop, janob mer, sizmi? Sen meni topding. Topdim. Jennisbek, nima bo'ldi ovozingizga? Menga ovqat bermayapti bir necha kundan beri. Tushunursiz, men sizni bu yerdan qutqarib olib ketaman. Yo'q. Ha, tak, bu yerdan chiqa olamanmi? Sindirish mumkin ekan. Ha, sindirish mumkin. Men xullas, bu yerda hojatxona ham bor ekan. Ha, ismi xotinim nima bo'ldi? Xotiningizmi? Xullas, Nima? Qishloqqa borsak aytaman hammasini. Aytgancha, Crazy Jill sen yoningga kelmoqchi edi. Kelmoqchi? Ha, bugun tunda u meni shu yerga qamab qo'ydi va aytdiki, bugun seni ham olib keladi yoki tirigingni yoki o'ligingni. Tushunursin, demak u haq ekanda. Kim?